Assalomu alaykum Oybeguz kanalining qadri baland, qadrli obunachilari, Chorvador aka-uka, do'sti birodarlar. Jigarlarim, bittadan like bosasiz, ishonavering, sensatsiya narxlarda Rustamjon o'zidan, Rustam akadan. Ha, nima deyapsiz Oybekjon? Aka, Siz Oybekjonsiz, siz Rustamjon emas. Akalar, Rustamjon aka demoqchi edim-da. Ha, shunaqadek. Rustamjon o'zidan, Oybeguzdan, qo'yingki, Azizbekuzdan, hamma o'zidan yangicha yangiliklar bo'ladi akalar. Bittadan like bosib, hammaga do'sti birodarlarga, bizni ko'yinimizda g'ayirlik yo'q. Biz ko'yinimiz ochiq insonlarmiz. Hamma uni bo'lsa, hamma maza qilib halolidan topib yeyishsa biz xursandmiz akalar. Xudo xolasa assortiment keng, molxonaning ichidagi, ular sotilgan mollar. Ha, 4 ta sotilgan. Akalar, ular sotilgan mollar, xudo xolasa mana bunday orqa boshi yaxshi, simpatичный deb qo'yishadi. Ana shunaqa mollar bugun sotuvda. Ishonavering, kayfiyat ko'tarib, do'stona sababi abitgacha ishlayam juda ko'p bo'ldi. Ya'ni borgan joyimda tig'iz shoshilib oldim. Endi mana bemalol kallam bir joyga qo'yib deydi. Xudo xolasa cho'tki syomka olamiz aka. Xudo xolasa. 15-yanvar Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Rustam akamning xonadonlaridamiz. Albatta mana bu yoqda Assalomu o'zlar. alaykum. Assalomu alaykum. Oybekjon yaxshimisiz? Kayfiyat ko'tarib oldi aka. Sog'ligingiz joyidami? Xursand bo'lib yurish kerak odam. Xo'mra yuborib turish noto'g'ri ishda. To'ppa to'g'ri aytasiz Oybek. aka. Hop, eskiramizdan ham 1-2 ta qolgan. Mhm. Yangilarni olib keldik. Ertalab soat 4 da yetib keldi. 17 ta novvosimiz bor. Hop. Kichkinasi ham bor, kattalari ham bor. Xudo xolasa telefon qilishsin, chiroyli qilib beraman. Aka qarang, yemoq ichmoq nima deymiz? Somon bilan sulusdan. Somon silovdan sinovdan o'tdi. Ha. Borganda doktorlar bilan kutib olishaveradi. Kutib olishaveradi. Dastlabki xizmatlar nima deymiz? Hop, Toshkentga 2 tadan ko'p olishsa besplatni. Ikkita ham olishsa bu Ikkita ham besplatni. Hop. Hop, vodiy bo'ylab bitta ham besplatni. Hop, Buxoro, Samarqandga kelishamiz. Kelishilgan holatda bo'ladi. Lekin telefon qilish Lekin uchun pachka 10-15 ta olganga yurgan besplatni. Buxorogami? Ha. 10 ta olganga besplatni. Baragasini bersin. Xudo xolasa aka, bunday narsa qilaylik-da, qarang. Bu molni olib boqayotgan odam ham siz bilan mendaqa inson. Siz ham mendan 5 so'm pul to'sak, siz ham mol boqasiz. Men ham mol boqaman, atrofimizdagilarni boqadi. O'zingizga olasiz-ku, mana shuni boqsam baraka toparmikinman deb o'ylab olasiz-ku. Aynoq qilib olib, shunaqa narxda qo'yib bering obunachilarga. Qarang, mollar xudo xolasa chiroyli. Akalarim, ukalarim kim bo'lsa ham olishsa-da. Masalan, umraga ketaman, mana shu molni boq, 5 oy to'rib boqib sotib umraga. Masalan, 10 ta olishsa, birata mashina olaman deyishsa bor-ku, oladigan mashinalar. Xudo xolasa niyat qilib olishsin. Xudo xolasa niyatlariga yarasha, axloqlariga yarashasini topishadi akalar. Eng muhimi insonda o'zida baraka bo'lishi akalar. Oybekjon, ajoyib inson. boshladikmi? Ketdik aka, boshladik. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchisi aka. Mana birinchisi. Bitta naprimel qilaman akalar. Molda kesimi, uzunlik holati, qorin qismlariga, oldi qo'llariga, qo'yinki tuyoqlariga, kallasiga hamma joyiga e'tibor berib turasiz. Mana bitta shunda ta'kidlab qo'ydim, qolganiga e'tibor berib turaverasiz. Mana ikkinchisi akalar, ko'ring. Mana qarang molni. Ikkinchisi. Uzunlik holatlariga, qorin qismlariga e'tibor berib turasiz. Va uchinchisi akalar. Mana uchinchisi. Jonivordi. Oq bo'ri. Oq bo'ri. Ko'ring akalar. Mana shvetimiz 4-inchisi. Oq rang, ko'ring. Arqonga tushmagan mana shu mol. 4-inchisi akalar. Hop, mana 5-inchisi. Bu mollar bahorga chiqib qolsa yomon yaltiraydi akalar, ko'ring. Mana 5-inchisi. Mana ko'ring, 5-inchisi. Hop. Mana 6-inchisi mana. 6-inchisi akalar, ko'ring. Mana 7-inchisi. Mana 7-inchisi. Mana shu ham rosa qorinli ekan, ko'ring. Mana monasini qarang, monasi juda yeydigan. 8 aka bu. 8. 8-inchisi. Estonamiz. Qorinni ko'ring. Dahshat qorinlabdi bu. Hop, mana 9-inchisi mana. Bu ham mana bunisi 9-inchisi. Mana 10-inchisi. 10-inchisi akalar. Mana bir pachka bo'ldi. Bir pachka bo'ldi aka. Bitta bo'yini o'lchab beraymi? Oldin. Albatta, mana 90 metrda men shaxsan o'z qo'llarim bilan mana metrda olib beraman. Boshladik aka. Qani bismillah. Obunachilar, xudo xolasa diqqat bilan ko'rasiz. Bittalab ham sotiladi, ikkita ham sotiladi. Eng kichkisi 1.3. Eng kichigi ketdi akalar. Mana ko'ring. 1.8 aka. 1.3 dan 1.8 gacha. Oybekjon masalan mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 mashlar 1.8 chiqaradi. Mo'lar 1.5, 1.4, oxirini 1.3 ketgan. Gapiring Rustam aka. Hamma gap senasida aka. Oybekjon 14,5 million qilib o'tirmaymiz. Hop. Qarang. 10 tani bir joyga oldim deganga chiroyli qilib beraman. Nechi pul aka? Gapiring, butun gapiring aka. Butun gapiraymi? 14 million emas, 13 million 900 dan olishsin. Endi qoching, 14,5 dan olaveramiz uni bo'lsa. 13 million 900 dan degani sal uyolmadingizmi ham qishloq?
haddim siqqandan gapiraman akalarim sizlar. O'tga- Oybek internetga o'tgan chiqaraman safar seni 10 ta turib qo'ydim gapirayotgan ko'rdingiz. gapingizni qarang. 14 milliondan qo'ydim ko'rdingiz a. Hop, O'sha mollarni 300 ming plus minus qilib hop. sotdim. Bir ikkita qoldi ichida. Hop. Bor. Tugamadi, bir ikkita bor. Ichida Hop. mashina ichida. Yo, endi bitta Bu narsa-da, qarang. gapimni eshitning Rustam aka. Men molim sotilsin deyman. 14 dan sansam, bunday qilib ketaveraman. Bo'pti. Prosta xalq menga ishonib Bo'pti. turadi aka, 13 million tushunyapsizmi? 800 dan berishuradi. Qancha? 13 million 800 dan. Yana savdosiga qo'yib berasiz, Qarang, boshqa xotirmaysiz. 10 tani bir joyga tortdim deganga telefon qilishadi, o'tib beraman yana. Baragasini bersin. 138 million savdosi Ha. bor. Agar handing bittalab ham sotamiz buni. 10 tani bir Hop. joyga sotmaymiz. 10 taga ham telefon qilishyapsan, bittaga ham telefon qilishyapsan. Hop. 200 ming plus minusi bor. Mana bu sal endi, sal o'zingiz, sal sizga dahmaza qilish kerak-da, baragasini bersin, bo'laveradi akalar. Xudo xolasa yakkalab ham sotiladi, bemalol quyidagi raqamdagi aloqaga chiqaverasiz. Hop, Ketdi aka, navbatdagilari. Shu yerdan boshlaymiz a. to'rttasini bitta qo'yamiz. Bo'ldi, birinchisi. Mana belayni birinchisi. akalar, ko'ring. Moldi. Mana ikkinchisi. Darg'il ikkinchisi ko'ring. Mana shvetimiz. Uchinchisi. 3. Mana ko'ring. Mana ham shvet 4. Oybekjon, To'rttasi birda. to'rttasi birda. To'rttasi birda akalar. Molni ustki qismlariga ham bir qator e'tibor Mana beraverasiz shu- akalar boshini ko'ring. Bitta eng kichkinasini yechib ko'rsataymi? Xo'p bo'ladi, bo'ldi. Mana shuni yechkilari kelgan bo'lsa, shuni yechib bir ko'rsatsizlar. Akalar ko'ring. Bir hunarlaringni ko'rib qo'yay deydi-ku, akalar. Mana ko'ring. Mana. Xudo xolasa 4 tani ichida shu ham bor. Rustam aka, Ha. Rustam aka. Bunday narsa qarang. Bunday bir haligi $1000 atrofida mol ham qo'yyapsizmi? Bir eslayapsizmi qachon qo'yganingiz aka? $1000 atrofidami? Ha. Qo'yib turdik, ha? Qo'yib turuvdik-da. Qachon qo'yganingizni eslaysiz aka? Yangi yildan oldin. Yangi yildan oldin hozir ham qo'yib berasizmi? Hozir ham qo'yib beramiz. Necha puldan Rustam aka? Oybekjon, mana shu Aka. gapingiz juda o'tib ketdi menga hozir. Yomon urbatdi. Og'ir botdi. Og'ir botdi. Mollarni o'zi- Yomon botdi deb Mol- aytib ketmadingizda. Molni qarang, eng kichkinasi 1 metr. Xo'p, O'n kattasi 1.3 bo'lsa kerak, Hop. 1.2. Bir plus qolishaveradi-da, xo'p. to'rttasini. Lekin bitta iltimosim bor, gapingizni bo'ldim. Metrni to'g'ri qo'yib o'lchab bering. Bo'ldi. E'tiroz shundan tushyapti. Metr toshini qo'yinglar, u bo'y halqimaydi, mol odamga yoqib qolsa, u Prosta bu bo'yini hali qilish kerak. metrlash maqsad masalan ko'pchilik Chama. chamani bilmaydi-da. Shunday, to'g'ri aytasiz. 90 sm molni ham biri o katta ekan deb kelganlar bo'lganda, To'g'ri, o'sha uchun chamalab qo'yamiz. 1 Albatta. cm, 2 cm aqa-baqa bo'lishi mumkin. Endi biz ham Otangizga rahmat, shunday. mana bu yerda ishim ko'p, tezlataylik deb turasiz siz ham. Siz ham chayib borda. Zemek bor, bo'ldi gap siz. Qarang, mana barim. 13 million degan uy oldim, 12,5 milliondan berishurlar to'rttasini. $1000 qani? Yangi yildan oldin qolib ketdimi? $1000 yangi yildan oldin qolib ketdi. Akaminda Telefon- murosa qilsa bo'ladi aka. Telefon qilishsin. Baragasini bersin akalar. Xudo xolasa, to'g'risi savdogar YouTube'da imkon qadar yaqin haqiqatga yaqin gaplar gapiriladi. Hozir bulardan 500 ming 1 million so'rab olgan, to'g'risi haligi men pul sanab olib kelmagan. Endi bozorda bitta emasmiz. narsani o'ylayman, insof sari sotadi deb o'ylayman. Bo'ldi, boshqa narsa emas akalar. Shu gapni o'zi yetadi. Ketdi akalar. Navbatdagi nechta bitta qo'yib berasiz? Addin qo'yamiz. Hali kichkintoy qora kimga ketdi? Farg'onaga ketdi. Ashimolni boqqan odam yomon zo'r baraka to'g'ri. 11 million 600 ga sotildi ashma. O'ta zo'r mol edi Ashimol. 11 million 800 qo'ydik-ku, Oybekjon. 200 ming o'tib berdingizmi? 200 ming o'tib. Bugun 300 mingdan sal dadilroq o'tib bering obunachilarga. Bugun o'ta ko'p 500 ming ham o'tib beryapman. 13 millionlik mollar 12,5 million dedim mana. Ha, sizga Ha. qarang, siz ko'p o'tib berasiz, sizga arzon, obunachilarga kam o'tib berasiz, ularga qimmat. Qarang, molni qarang. Mana ko'ring. Bo'ylari 90 santim. Real 90 sm. 90 santim. Hop, narigisi bilan qo'shib aytasizmi, Yo, yakka? yakka aytamiz. Nechi pul aka? Bunga 10 million 500 berishuradi. 10,5 million. 10,5 ming. Mana. Qarang. O'tgan safar ham 90, u ham bor 90 ga yetmagandi. Aka, lekin u mol boshqa mol. Ha, u Bu ham boshqa. yaxshi, lekin u mol o'zi kelganda shunday aytdim-a, shu mol zo'r mol. Yo, ekan. bu ham yetib oladi lekin. Yo, mol yomonligimiz yo'q, aka. 10 million 500 telefon qilishsin, o'tib beraman bundan. Yana savdosi bor. Bor. Bunisini ham yengilroq qilib berasiz shekilli, buni? Buni Bundan ham. o'ta yengil qilib beraman. Nechi pul bekargami? Yo, bekarga emas u. O qarang. No, aka, gapiring qani. O, molni ko'ring, akalar. Bunimi? Hmm. Keling. Gapiring aka. 10 million demayman buni. Hop, 9 million 800 berishuradi. yana bo'lmasa. 90 million. Ekizchi Bilal akamni shagird ekansiz. Ha, 9 million 700 berishsin. Baragasini bersin akalar. Xudo xolasa, mana bu qo'yilayotgan narxlar, aytib o'tilayotgan so'zlar aytildimi? Qo'pol qilib aytganda atvichaytib bo'ladi. Bo'ladi, Javobi xudo xolasa. Telefon qilishsin, amaliyotda ishni bitiramiz. Oldi qochdi, netdi degan gap so'z yo'q. Xudo xolasa bittadan laykni bosib, do'st birodarlarga jo'natib qo'yasiz. Chorva ishqibozlari, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybek bu yerga kelib video qo'yadimi, qo'ymaydimi? Haftaning 7 kunida chorva bo'ladi. Zakaz berishingiz ham mumkin. Qulay narxdagilariga sifat holati yaxshi qo'yingki, holatidan kelib chiqib bemalol quyidagi raqamlarga telefon qilib
bog'lansangiz, bular bizga chiqarmasa ham mol sotsa biz xursandmiz akalar. Bittadan like bosib, do'st birodarga jo'natib, obuna bo'lish tugmalarini bosib turasiz. Sog' bo'ling akalar, salomat bo'ling.